Assalomu alaykum hurmatli kino ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan Jon Uik kino olamiga kiruvchi Ballerina filmini tahlil qilamiz. Tasavvur qiling. Jon Uik dunyosi, lekin u yerda fizik qonunlar yo'q. Emotsiya bor, ammo sabab yo'q. Kurash bor, ammo og'riq yo'q. Bu Ballerina filmi. Raqs sifatida yaxshi, jang sifatida zaif. Ballerina bu film emas, bu videoklip. U o'zini harakat orqali gapiradigan jang san'ati baleti sifatida ko'rsatadi. Lekin ayni shu tanlov filmni chuqurlikdan mahrum qiladi. Ana de Armasning aktrisalik iftori bor. U dramani ko'zlari orqali jonlantiradi. U shiddatni, dardni harakatsiz ham yetkaza oladi. Bu uning asosiy kuchli tomoni. Lekin u real jangovar aktrisa sifatida ishlamayapti. Uning jang sahnalari vizual jihatdan chiroyli, lekin ta'sirsiz. U dushman haqiqiy jangchi kabi emas, raqqosa kabi yengadi. U kurashchi sifatida ishontira olmaydi. Meni fikrimcha, uning personajini jangari obrazdan ko'ra ko'proq kuchli strateg sifatida tasvirlashganida ayni muddao bo'lar edi. Kamera go'zalligini realizm qurbon qiladi. Filmning eng katta yutug'i vizual uslubi. Har bir kadr xuddi rassom chizgan asardek. Ko'k va qizil tonlar, ko'zgudek yuzalar, neon yorug'lik bezak sifatida mukammal. Ammo kamera bu safar jangni hujjatlashtirmaydi. U raqsni kuzatadi. Bu katta farq. Kamera obyektiv emas, ishtirokchi. Bu tomoshabinni real muhitdan uzib qo'yadi. Balet, lekin mantiqsiz. Har bir jang go'zal, har bir zarba xoreografiya, lekin har bir natija falsh. Bu janglar mantiqiy emas, faqat tomosha uchun qilingandek. Real dunyoda bunaqa janglar natija bermas edi. Ularda og'riq, xatar, xavf, vazn, jarohat yo'q. Shunchaki kino uchun jang. Muhim kamchiliklarni tushuntirib beraman. Qahramon bir zarbada 5 kishini yiqita oladi. Dushmanlar qo'g'irchoqdek qulashi mantiqiy emas, ularning jang qobiliyati yo'q. Bu esa xatar hissini yo'q qiladi. U portlash markazida bo'lsa-da, bir to'liq sochiga ham zarar yetmaydi. U portlashdan hech qanday zararlarsiz omon qoladi. Bu sahnada real oqibatlar yo'q. Shu bilan film o'z qonunlariga ham xiyonat qiladi. Qurollar o'qsiz, jarohatlar oqibatsiz. Otilgan har bir o'q vizual effekt bo'lib qolgan. Qahramon ham, dushman ham zarbalardan keyin hech narsa sezmaydi. Bu kinodagi jangga ta'sir va og'riq bermaydi. Jang balet kabi go'zal bo'lsa-da, ularda haqiqiy jang kabi xavf, og'riq va oqibatlar yo'q. Film vizual go'zallikka shunchalik bog'lanib qolganki, u realizm, dramatik vazn va mantiqiy oqibatlarni qurbon qilgan. Mantiqqa qarshi qadamlar. Filmda kuchli drama elementlari bor, biroq ular ham qisman. Qahramon nega o'ldirmoqda? U kimdan intiqom olmoqda? Maxfiy tashkilot aslida nima qilgan? Bu savollar ochiq qoladi. Tomoshabin ko'zi bilan emas, aqli bilan qarasa, film parokandalik tug'diradi. Katta kamchiliklar. Fizik reallik yo'q, filmda og'riq, vazn, kuch shunchaki teatr. Intiqom muammosi tushunarsiz. Qahramonning sababi juda ham yuzaki. Ko'p sahnalar klipga aylangan, emotsional ta'sir o'rnagan Instagram shortsga o'xshab qolgan. Maxfiy tashkilot rolining chuqurligi yo'q. Ular shunchaki dekoratsiyaga o'xshab qolgan. Dunyo qoidasi o'zgargan. Jon Uik olamidagi tartib buzilgan. Yutuqlar. Vizual uslub har bir kadr rassomona. Ana de Armasning hissi o'yini diqqatiga sazovor. Kamera harakatining singdirish xususiyati, estetik ta'siri katta. Xulosa, balet ichidagi jang ichidagi bo'shliq. Ballerina kinosi Jon Uik dunyosida vizual diapazonni kengaytirdi. Lekin uning real temirga asoslangan uslubini vayron qildi. U jang qilmaydi, u raqsida qon chizadi. Lekin savol shunday, jang go'zal bo'lsa, u haqiqiy kurashmi? Yoki bu nafaqat go'zal aldamchilikmi?
film shunchaki miyani o'chirib qo'yib tomosha qilish uchun juda ham yaxshi. Xullas, filmdagi mantiqiy va fizik kamchiliklarni hisobga olmasa, filmni shedevr deyishimiz mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Filmni ko'rdingizmi? Bu film sizga yoqdimi? Albatta izohlarda fikringizni qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, kanalni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.